soatlar chaqiramiz. Mhm. Demak, tango komandasini tanlaymiz. 4-chi komanda. Endi menda programmada bu millimetrda, shuning uchun значение millimetrda, demak, обхватали bo'ladi 620 millimetr. Belbog'ning qalinligi 60. Okey, mana keyin yutkani kengligi buyerda 950 bo'lsa, 200 pribavkasi bilan uzunlik 500 qolsin. Tanlab oldim. Demak, endi poyezdga belgi o'rnini belgilash uchun edit patternga o'taman. Edit patternga o'tib, shiftni bosib turib, chap tugma bilan tepa va pastki chiziq belgilayman. Keyin shiftni qo'yib borib, o'ng tugmani bosaman. Va distance internal line between segment. Demak, segment orasiga chiziq. Ikkita chiziq deyman. Biz bu yerda demak uni yurg'izishimiz mumkin. Demak, kengligini belgilaymiz. Mana 2 santimetr, 2 santimetr farqli o'zgartirish mumkin. Tepaga qilsak, demak, strelka chiziq o'zgaryapti. Mana orasini, rezinkani orasini regulirovka qilish mumkin. Mutlaka menga mana shu bo'ladi deb hisoblayman. Mana okey deyman. Endi transform pattern, ya'ni A komandaga o'tib, copy, keyin просто paste deyman. Menda ikkita detalim bo'ldi. Bu menda ustki poyezd, bu ichki tarafli poyezd demoqchiman. Demak, keyin menda ikkita ekranda ikkita ekranda menda bunaqa komanda bor. Mana ikkita detal bir-birini ustiga chiqib turganga o'xshaydi. Ustiga borsak, mushkani, demak, yozuv chiqadi. Set sublayer degan. Demak, birinchisiga просто chap tugmani bosasiz belbog'ga. Demak, bu komandani tanladim. Ikkitalik kala mana prozrachniy bo'lib qoladi. Mana bu menda ustki belbog', bu ostki, uni ko'rsatish uchun belgilayman. Bitta bosaman chap tugmani, strelka chiqadi menda. Keyin ikkinchi belbog'da chap tugmani bosib to'xtataman. Mana strelka ko'rsatyapti. Keyin bu byurodan chiqaman tashqariga. Endi belbog'ni tikishim kerak. Buning uchun demak, segment so'zingni tanlayman. Belbog'ni, ustki belbog'ni yuqori qismini, ostki belbog'ni yuqori qismiga, belbog'ni pastki qismiga va rezinkalarga tikaman. Mana. Keyin poyezdni o'zini tikaman. Keyin demak, men bu ustki belbog'ga yutkani tikaman va yutkani yon tomonlarini tikaman. Menda bunaqa narsa hosil bo'ldi. Endi o'shada ekranda arrangement points yoqamanda. Ostki belbog'ni birinchi qo'yaman va ustki belbog'ni ustiga qo'yaman. Mana. Ustma-ust bo'ldi. Endi mana yubka bunaqa turishda tursa kiyilmaydi. Shuning uchun buni arrangement pointda belgilab
qarang, manfiy bo'lsayam bo'lmaydi-da. Mana ikkita byodra sonini orasiga qo'ysam, mana har holda объёмныйroq narsa shakl hosil bo'ladi mana. Tak, arrangement points'ni o'chiraman. Endi bervolga ishlov berishim kerak. Birinchi simulyatsiyani bossam, bervolmanda o'zi aslida mast turishi yaxshi. Rezinkaga o'xshab sal chiroyli turibdi. Atak man unga solidga boshqa narsani bersam, g'alati bo'lib qoladi. Demak, tanlaganingizda sizda mana bitta ichida ekranni ichida material xususiyatini ko'rsatadi. Shunda tekstura surface emas, sink tekstura, ya'ni matoni qalinligi bo'lib tursa, bu yerda matoga mana ozgina ob'yom berib chiroyli ko'rinishga keladi. Endi bu yoqda ichki belbog'ni tanlayman. Ichki belbog'ni tanlab turib, man demak endi videourokda aytganki, что particle distance 5 degan. Men 5 ola olmayman, chunki men bu ko'tarmaydi, lekin siz ko'tarishi mumkin. Men uni olaman. Shrinkage weight bu usadka по utku, bunisi usadka по anaqa основе deydi. Demak, shrinkage weight mana buni 70 yozasiz. Enterga bosib qo'yasiz. Pressure boshqa narsalarga tegmaymiz. Va keyin qaniydi solidify pressure rotation hozircha mana rezinkani bosdim. Mana menda ichki belbog' ozgina kirishdi, ya'ni tortildi. Mana solidify 10 deyman. Mana belbog'im tortildi. Mana solidify 10 ni bosdim. Endi ustki belbog'ga o'taman-da, shiftni bosib turib, ikkala belbog' rezinkasini tanlayman-da. Bu keyin elastik endi bosishim kerak. Mana elastik 10 ni bosib qo'yaman. Simulationni bossam, menda rezinkaga o'xshab chiqishi kerak, lekin men unaqa rezinka chiqmayapti. Sababi menda buni tanlab turib, bunda aytganki, particle distance degan 5 ga tushirgan degan. Men uni 5 ga tushira olmayman, shuning uchun yana 10 qilaman. Siz 5 qilsangiz bo'ladi. Enter. Keyin simulation. Mana menda rezinkali belbog' hosil bo'ldi. Voy, unaqa chiroyli chiqmaydi. Mana endi chiroyli chiqdi. Mana